Assalomu alaykum do'stlar. Eng muhim darslarimizdan biriga yetib keldik. Bu video darsimizda asosiy investitsion strategiyalarni o'rganib chiqamiz. Video davomida siz asosiy strategiyalar qaysilar ekanligi, unga qanday turdagi aksiyalar mos tushishi va siz o'zingiz uchun bu strategiyalardan birini qanday tanlashingiz kerakligi haqida bilib olasiz. Hozirda juda ko'plab investitsion strategiyalar bor va ular ichidan biz eng asosiylarini ajratib olib 5 ta guruhga bo'lamiz va shularni hozir birma-bir tushunib olamiz. Nima uchun strategiyalar ko'p, nima uchun har xil turlarga bo'linadi degan savol sizda paydo bo'lsa, bu har bir investorni o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari turlicha bo'lganligi uchun, har xil risk darajasiga ega bo'lganligi uchun va investitsion muddati va moliyaviy holati turlicha bo'lganligi uchun investitsion strategiyalar ham har xil. Va ana shu o'zini holatidan kelib chiqqan holda investor asosiy investitsion strategiyasini tanlaydi, unga mos aksiyalarni tahlil qiladi, sotib oladi va portfelini shakllantiradi. Demak, birinchi biz ko'rib o'tadigan asosiy strategiya bu qiymat aksiyalarga investitsiya qilish. Ingliz tilida aytganimizda value investing deyiladi. Bu investitsion strategiyani juda ham ommalashtirgan shaxs sifatida ko'pchilik Warren Buffettni taniydi. Warren Buffett va uning ustozi Benjamin Graham ana shu qiymat aksiyalarga investitsiya qilish bo'yicha kuchli o'sha tanilgan shaxslar hisoblanadi. Va qiymat aksiyalariga investitsiya qilish o'zi nima degani? Buni sodda tilda aytadigan bo'lsak, o'zi arziydigan, ya'ni asl narxiga nisbatan bozorda arzon sotiladigan aksiyalarni biz qiymat aksiyalari deymiz. Masalan, chuqur tahlil qilib bir kompaniya aksiyasini siz baholadingiz va uni asl qiymati $100 teng deb hisoblayapsiz. Lekin bozorda ko'radigan bo'lsangiz, uni narxi $80 savdo qilinyapti. Demak, o'zini asl qiymatidan bozorda arzonroq narxda savdo qilinadigan bo'lsa, demak bu qiymat aksiyasi ekan. Asosiy portfelimiz agar mana shu qiymat aksiyalaridan tashkil topadigan bo'lsa, bu qiymat aksiyalariga investitsiya qilish strategiyasi hisoblanadi. Qiymat aksiyalarini ajratib olishni turli yo'llari bor. Bulardan eng ommalashgani bu o'sha baholanish multiplikatorlariga nisbatan aksiyalarni saralab olib, ularni tahlil qilish. Ya'ni biz oldingi darslarimizda ko'rib o'tgan PE, PB, PS kabi nisbatlarda qanchalik o'z sanoatiga nisbatan, o'z o'sha o'rtacha bozorga nisbatan arzonroq baholangan bo'lsa, ana shu holatda ham saralab olishimiz mumkin. Yoki qiymat aksiyalarini aniqlash uchun alohida modellar ham bor. Masalan, DCF degan model orqali ham, ya'ni o'sha moliyaviy holati qanchalik darajada kuchli, qanchalik bu kompaniya pul olib kelyapti, sof foyda ko'ryapti, pul oqimiga ega, ana shundan kelib chiqib uni aksiyasini asl qiymatini ham baholashimiz mumkin. Endi bu mavzuga juda hozir chuqur kira olmaymiz, lekin umumiy sizda tushuncha hosil bo'lishligi uchun, demak, birinchi turi qiymat aksiyalariga investitsiya qilish ekan. Agar mana Warren Buffettni qaysi turdagi aksiyalarga investitsiya qilish siz uchun qiziq bo'lsa, umuman Warren Buffettni investitsion faoliyati, uni falsafasi qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz buning uchun alohida video tayyorlaymiz. Ikkinchi asosiy investitsion strategiya bu o'sish aksiyalariga investitsiya qilish hisoblanadi. Ingliz tilida aytganimizda growth investing deyiladi. Buni o'sha birinchi strategiyadan farq shundaki, baholanishiga, ya'ni qanchalik darajada aksiya qimmat yoki arzon baholanishiga e'tibor birinchi o'rinda berilmaydi, balki birinchi e'tibor bu kompaniyani daromadi va sof foydasi qanchalik kuchli o'sib kelmoqda va u o'z sanoatida va kelajakda qanchalik kuchli potensialga ega, ana shunga e'tibor beriladi. Biz hozir asosiy strategiyalarni sanab o'tganimizdan keyin ayni mana shu growth investingga taalluqli bo'lgan aksiyalarni saralashni ko'rib o'tamiz. Buni o'sha skrinda qanday saralab olishni sizga ko'rsatib, bu strategiyaga kiruvchi bir necha aksiyalarga misollar keltirib o'taman. Uchinchi strategiya esa dividend to'lovchi aksiyalarga investitsiya qilish bo'lib, dividend investing deb ham yuritiladi. Bunda asosiy maqsad dividend to'laydigan kompaniya aksiyalaridan portfel shakllantirilib, passiv holatda
doimiy o'sha dividenddan kelib turadigan mablag'ga egalik qilish maqsad qilinadi. Ya'ni asosiy portfelimizni tashkil qilgan aksiyalar yaxshi dividend to'laydigan aksiyalar hisoblanadi. Dividend to'lovchi yaxshi aksiyalarni saralab olishni ham birozdan keyin ko'rsatib o'taman. 4-chi asosiy investitsion strategiya momentum investing deb yuritiladi. Ya'ni bunda ma'lum vaqt davomida, odatda qisqa vaqt davomida kuchli o'sishga kirgan yoki o'sha hype'ga kirgan aksiyalarga qisqaroq muddatda investitsiya qilish nazarda tutiladi. Masalan, chipga bo'lgan ehtiyoj birdaniga oshib ketadigan bo'lsa, chip ishlab chiqaruvchi kompaniya aksiyalari ham birdaniga o'sish kutiladi. Yoki bo'lmasa, masalan, iqtisodiyot kuchli tiklanib, ishlab chiqarish va yangi ish o'rinlari, xullas, sanoat rivojlanishi juda ham tez amalga oshadigan bo'lsa, neftga bo'lgan talab ortadi va neft ishlab chiqaruvchi kompaniya aksiyalari birdaniga narxi ko'tarilishi kutiladi. Mana shunday holatlarda o'sha turdagi, ma'lum turdagi aksiyalarga qisqa muddat davomida 3 oymi, 6 oymi investitsiya qilib, o'sha aksiyalarga bo'lgan qiziqish pastlayotgan vaqtda chiqib ketiladi. Bu ham demak bir investitsion strategiya hisoblanadi. 5-chi investitsion strategiya sifatida biz qarama-qarshi investitsiya qilish deb aytishimiz mumkin. O'zbek tilida tarjima qilganimizda inglizchada bu contrarian investing deyiladi. Ya'ni bunda bozorda qo'rquv juda ham kuchli bo'lib, sotib yuborish juda ham kuchayotgan vaqtda siz sotib olasiz. Ya'ni Buffettning bitta gapi bor, boshqalar qo'rqqanda siz ochko'z bo'ling degan. Bunga misol sifatida pandemiya bo'lgan vaqtda o'sha samolyot ishlab chiqaruvchi, aviaqatnovlar bilan shug'ullanuvchi kompaniya aksiyalari birdaniga qulab ketgan va mana shunday holatlardan foydalanib o'sha juda ham narxi tushib ketgan aksiyalarga kirish. Yoki mamlakatda kuchli iqtisodiy inqiroz bo'ladigan bo'lsa, ikkilamchi iste'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi kompaniya aksiyalari ham tushib ketadi. Masalan, avtomobil ishlab chiqaruvchi, telefon, kompyuter ishlab chiqaruvchi, lekin o'sha kompaniya juda ham o'zi aslida kuchli, fundamental va moliyaviy tomondan kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatda ham bozorga umumiy sentimentga qarshi ravishda investitsiya qilish strategiyasi ham bor. Shuningdek, yuqorida sanab o'tilgan strategiyalarni ayrim xususiyatlarni o'zida jamlagan gibrid strategiya ham mavjud. Bunga misol sifatida bir aksiya ham yaxshi dividend to'lasa, ham juda ham kuchli o'sha o'sib kelayotgan bo'lsa, ya'ni growth investingga ham, dividend investingga ham mos tushadigan aksiyalar bor. Bunday holatda, demak, o'sha bir necha strategiyalarni xususiyatini jamlagan holda investitsion strategiyani ham tanlash mumkin. Bu strategiyalardan birini tanlashingizdan oldin birinchi navbatda o'zingizni riskka bardoshlik darajangizni aniqlab olishingiz zarur. Riskka bardoshlik darajasi sodda qilib aytganda, siz kiritadigan investitsiyangizni qancha miqdorni yo'qotishga tayyorsiz. Albatta, investor yuqori daromad olishni maqsad qilib sarmoya kiritadi, lekin bu yerda pulni yo'qotish xavfi, risk ham mavjud va siz tanlaydigan aksiyalar, siz tanlaydigan strategiyaga ko'ra risk darajasi yuqoriroq yoki pastroq bo'ladi. Masalan, growth investingda yuqori daromad ko'rish o'sha ehtimolligi bilan yuqori zarar ko'rish ehtimolligi ham mavjud. Ya'ni bunda qiymat aksiyalariga investitsiya qilishni riski nisbatan pastroq bo'lsa, o'sish aksiyalariga investitsiya qilishni riski yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun ham bitta strategiyani tanlashdan oldin o'zingizni riskka bardoshlik darajangizni aniqlab, kelgusidagi siz qancha muddatda bu aksiyalarga investitsiya qilmoqchisiz, investitsion gorizontingizni aniqlab, maqsadlaringizni aniqlab, ana shunga asoslanib portfel tuzib, u shakllantirib boriladi. Buni o'zi ham alohida bitta mavzu va biz buni inshaalloh keyingi darsimizda jonli efirda sizlardan o'sha biringizni tanlab olib suhbatlashgan holda, savollarni so'ragan holda investitsion portfelni qanday shakllantirish, qanday investitsion strategiyani tanlash haqida inshaalloh gaplashamiz. Hozir esa sizga mana shu yuqorida sanab o'tilgan investitsion strategiyalardan ikkitasiga aksiyalarni qanday biz screen qilib olishimiz, ya'ni minglab aksiyalar ichidan qanday bularni dastlabki bosqichda ajratib olishimiz mumkinligini ko'rsatmoqchiman.
Buning uchun oldingi videolarimizda foydalangan stockanalysis.com saytidan foydalanamiz. Va bu saytga kirganimizdan keyin chap tomonda stock screener degan bo'lim mavjud. Mana shuni bosamiz va bu yerda bizga minglab aksiyalar, mana 5504 ta aksiyalar turibdi. Mana shu aksiyalar ichidan o'zimiz xohlaydigan strategiyaga mos aksiyalarni filtr qilib olish uchun bu yerda kriteriyalar bor. Mana bu add filters deganni bossangiz, mana bir necha ko'rsatkichlar, kriteriyalar bu yerda chiqadi va bulardan birini tanlashingiz ham mumkin. Misol uchun, masalan, sanoat bo'yicha, market cap bo'yicha yoki siz o'zingiz qiziqtiradigan kriteriyani bu yerga qidirishingiz ham mumkin. Men hozir sizga o'sish aksiyalariga mos tushadigan aksiyalarni ko'rsatib bermoqchiman va buning uchun asosiy 3 ta kriteriya mavjud. Ulardan birinchisi albatta daromad, ya'ni kompaniyani daromadlari so'nggi chorak va yillarda kuchli o'sib kelayotgan bo'lishi kerak. Kuchli o'sib kelayotgan deganimizda biz 10% dan yuqorini nazarda tutamiz. Endi 20%, 30%, 50% dan baland daromadlari o'sadigan kompaniyalar ham bor, lekin u darajada o'sishni yillar davomida doimiy ushlab qolish juda ham qiyin. Shuning uchun o'rtacha 10% dan baland daromadlari o'sayotgan kompaniyalarni birinchi saralab olamiz. Buning uchun bu yerga revenue, ingliz tilida daromad so'zini kiritadigan bo'lsangiz, mana revenue growth, daromadning o'sishi. Birinchisi mana shuni tanlaymiz. Bu yillik bo'yicha. Mana bu qavs ichida Q turibdi, ya'ni Q quarterly degani bu choraklik bo'yicha o'sishi va shu bilan birga so'nggi 3 yillikdagi o'sishi. Demak, mana shu 3 ta kriteriya ham daromadga nisbatan olinyapti va hammasini 10% dan baland qilib hozir belgilab olaman. Mana birinchi kriteriyamizni kiritib oldik va undan keyingisi EPS. Ya'ni bir dona aksiyaga to'g'ri keladigan sof foydani o'sish ko'rsatkichi. Va revenue ni o'rniga EPS ni kiritaman va xuddi shunday tartibda 3 xil davrdagi ko'rsatkichlarni kiritib olaman. Nima uchun faqatgina bitta yilni olmayapman? Chunki kompaniyani daromad yoki sof foydasini o'zgarishi har xil bo'ladi. Misol uchun o'tgan yili 40% o'sib, bu yili misol uchun 2% o'sayotgan bo'lishi mumkin yoki o'tgan kvartalda 5% o'sib, undan oldingi kvartalda masalan 30% o'sgan bo'lishi mumkin. Ya'ni juda ham tebranib o'zgarib turadi va hozir men qidirayotgan aksiyalar stabilroq va yuqoriroq o'sayotgan. Ya'ni ham so'nggi 3 yilda, ham o'tgan yil va ya'ni so'nggi 3 yil deganimiz 3 yil o'rtachasi. 3 yil o'rtachasi so'nggi yilda va so'nggi kvartalda 10% dan yuqori o'sayotgan aksiyalar. Demak, buni ham kiritib oldim va endi 3-chi ko'rsatkich sifatida yodingizda bo'lsa, bilish kerak bo'lgan moliyaviy ko'rsatkichlarda ROI ko'rsatkichini o'rganganmiz. Ana shu ko'rsatkichni ham bu yerga kiritib olaman. Ya'ni aksiyadorlar kapitali qanchalik darajada samarali foydalanib foyda keltirayotganini bilish uchun buni ham 10% dan yuqori qilib tanlayman. E'tibor bersangiz, mana 5,5 mingta aksiyadan hozirgacha 97 ta aksiya qoldi. Yuqori sur'atlarda o'sib kelayotgan va endi men qo'shimcha kriteriya sifatida market capni kiritib, market capga men 10 milliard dollardan yuqoriroq o'sha bozor kapitallashuviga ega bo'lgan aksiyalarni tanlab olaman. Bundan maqsad yaqinda faoliyatini boshlagan yangi yoki kichik aksiyalarni, kompaniyalarni chiqarib tashlash. Ya'ni bozor kapitallashuvi kamida 10 milliard dollar bo'lsa, bu degani bir necha yildan beri faoliyat yuritib kelyapti, o'zini mijozlar bazasiga ega va daromad va sof foydalari o'sha yillik tarixga egaligini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nisbatan kattaroq kompaniyalarni ajratib olyapman. Va e'tibor bersangiz, bu yerda mana 46 ta aksiya qoldi. Va bu aksiyalardan ayrimlari sizga albatta tanish. Masalan, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Mastercard,
Tayvan Semiconductor va hokazo. Demak, bu birinchi bosqich hisoblanadi. Siz agar o'sish aksiyalariga asosan investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunday tartibda saralab olib va oldingi darslarda o'rgangan boshqa ko'rsatkichlarni ham bu yerga qo'shishingiz mumkin. Men hozir faqat asosiy ko'rsatkichlarni kiritdim. Bu ro'yxatda ko'rib turgan aksiyalar, demak, birinchi bosqichda saralab olingan aksiyalar bo'lib, bularni hammasi ham halollik mezonlariga javob beradi degani emas. Bularning ichidan qaysidir bir kompaniya aksiyasini agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta halollik mezonlariga mos tushishini, aksiya halolligini tekshirish kerak bo'ladi. Endi men vaqtni ko'p yo'qotib qo'ymaslik uchun bulardan ikkita aksiyani, ya'ni halollik mezonlariga hozirgi vaqtda mos keladigan aksiyani ko'rsatib o'tmoqchiman. Ulardan birinchisi Intuitive Surgical aksiyasi bo'lib, bu sog'liqni saqlash sektorida xizmat ko'rsatadi va mana shu tibbiy turli qurilmalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi va buni statistika qismida qaraydigan bo'lsak, 200 milliard dollardan yuqori bozor kapitallashuviga ega va mana bu yerda baholanish ko'rsatkichlari ancha ham baland. Va odatda mana shu o'sish aksiyalarining o'ziga xos bitta xususiyati, odatda bozorda ularni o'sha aksiyasi qimmat savdo qilinadi. Buni baholanish ko'rsatkichlaridan ham ko'rib olishingiz mumkin. Va financialsga o'tadigan bo'lsak, mana yillik daromadlarning o'sib kelishi 17%, 14%, 9%, ya'ni 3 yillik o'rtachasi ham 10 yildan 10% dan baland va so'nggi choraklarda juda ham kuchli o'sgan. Sof foydasiga, EPS ga e'tibor beradigan bo'lsak ham, bu yerda ham juda ham kuchli o'sib kelmoqda. Va endi buni grafikiga e'tibor bersak, mana bu aksiyamiz so'nggi 1 yilda 401 dollar narxdan hozir 566 dollargacha ko'tarilgan. Ya'ni o'sish aksiyalarida o'sha aksiya narxining o'sish potensiali ham yuqori bo'ladi. Yana bitta aksiyani misol keltiradigan bo'lsak, bu ro'yxatimizda chiqqan aksiyalardan bittasi, oldin ko'rmaganimiz, mana Fortinet'ni yoki Mastercard'ni oldingi video darslarimizda aytib o'tdik. Yana bittasi bu yerda TT, ya'ni Trane Technologies kompaniyasining aksiyasi. Bu aksiyani o'sish ko'rsatkichlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda ham mana 10% dan yuqori daromadlari va sof foydasi ham yillikda ham choraklikda o'sib kelmoqda. Demak, o'sish aksiyalarini qanday saralab olishni qisqacha ko'rib o'tdik va endi sizga dividend aksiyalarini saralab olishda nimalarga e'tibor berish kerakligini ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bu yerda kiritgan mana bu kriteriyalarimizni hammasini o'chiramizda, bu yoqdan dividend deb qaraymiz. Dividend yield, o'sha dividend foizi. Dividend foizini kiritamiz, dividend growth ni kiritamiz, ya'ni dividend o'sha miqdorni o'sib kelishi va bu yerda payout, yodingizda bo'lsa, sof foydani necha foiz ulushi dividendlarga ketadi. Mana shuni kiritamiz va shu bilan birga bir necha qo'shimcha ko'rsatkichlarni kiritsak ham bo'ladi. Masalan, PE ko'rsatkichi yoki bu yerda ham ROI ko'rsatkichlarini nisbatan o'sha o'rtacha ijobiy holatda ekanligini bu yerda kiritib olsak bo'ladi. Lekin bu yerdagi asosiy kriteriyalar dividendga aloqador ko'rsatkichlar hisoblanadi. Va dividend yieldni men 3% dan baland deb kiritaman. Ya'ni yillik dividend foizi 3% dan baland degani. Bu yerda 4% to'laydigan, 5% to'laydigan aksiyalar ham kirib ketadi. Endi dividendni o'sishini 5% dan baland qilib kiritaman va payoutni 70% dan past qilib kiritaman. Nima uchun payoutni 70% dan past qilib kiritdim? Chunki hamma olgan sof foydasini dividendga berib yuboradigan bo'lsa, kompaniya o'zida o'sha erkin turadigan pul qolmasligi, zapasda pul turmaydigan bo'lsa, masalan, keyingi chorakda, keyingi o'sha davrda agar sof foydasi yomonlashadigan bo'lsa, dividend miqdorini tushib ketishi bu dividend aksiyalariga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun olgan foydasini hammasini berib yubormasdan 70% ni berib yuborgan taqdirda ham bu dividendning foizi 3% dan baland bo'lsa, bu ijobiy holatdir. Qo'shimchasiga PE ko'rsatkichini 30 dan past qilib kiritaman va return on equity ni bu yerda 5% dan baland qilib kiritaman.
va mana hozir ko'rishimiz mumkin, bu yerda 100 ga yaqin aksiyalar chiqdi va bulardan misol uchun Maerskni ko'radigan bo'lsak, mana Maersk bu sog'liqni saqlash sektorida faoliyat yuritadi. Bu yerda mana dividend foizi 3,5% va hozirda aksiya narxi $93 va statistikasiga e'tibor bersak, bu ham PE ko'rsatkichi nisbatan pastroq, umumiy moliyaviy holati yaxshi va endi bu yerda daromadlarning o'sishini qaraydigan bo'lsak, e'tibor bersangiz, daromadlari oldingi saralab olgan o'sish aksiyalari kabi juda ham yuqori emas. 6%, 1,5% va shuni atrofida. Lekin bu ancha ham yirik kompaniya va doimiy mana shu dividendini ko'ramiz. 10 yildan beri dividendi oshib kelmoqda va dividend foizi ham nisbatan o'rtachadan balandroq, ya'ni 3,5% hisoblanyapti. Mana shunday tartibda aksiyalarni o'zingizni investitsion strategiyangizga, yuqorida aytib o'tilgan strategiyalardan biriga moslab saralab olishingiz mumkin. Endi biz hamma strategiyani, hamma kriteriyasini shu videoda ko'rib chiqishga imkonimiz yo'q. Lekin umumiy tushuncha hosil bo'lishi uchun, umumiy strategiyalarda qanaqa strategiyalar borligi, bir-biridan qanday farq qilishi va ularni odatda dastlabki bosqichda tahlil uchun qanday saralab olishimiz mumkinligini shu dars davomida ko'rib chiqdik. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.